Jizzaxda kutilmagan voqea ro'y berdi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Jizzax shahrida yuk mashinasi Lacetti yo'lovchisi mikroavtobus bilan to'qnashuvi oqibatida 3 kishi hayotdan ko'z yumgan, yana 13 kishi jarohatlangan. Bu haqda viloyat yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, holat 18-mart kuni shaharning Nurobod mahallasidan o'tgan A376 xalqaro avtomobil yo'lida sodir bo'lgan. Harakatlanib kelayotgan yuk mashinasi o'zi bilan bir yo'nalishda chapga burilmoqchi bo'lgan Lacetti va qarama-qarshi tomonga ketayotgan yo'lovchi mikroavtobus bilan to'qnashgan. Oqibatda bir nafar fuqaro voqea joyida hayotdan ko'z yumgan. 15 nafar fuqaro Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialiga olib borilgan. Ko'rsatilgan yordamlarga qaramasdan yana 2 nafar fuqaro shifoxonada hayotdan ko'z yumgan. Viloyat yo'l patrul boshqarmasi xabariga ko'ra, kelgusida bunday to'qnashuvlarning oldini olish uchun yuk mashinasi haydovchisi ishlaydigan kompaniyada 120 nafar yuk mashinasi haydovchisi bilan tushuntirish ishlari olib borilgan. Yuk mashinasi agar o'ng tomonga harakatlanmaganda 5, 8, 7 yo'l belgisiga amal qilganda bu holat bo'lmas edi, deya izoh berdi yo'l patrul boshqarmasi vakili. Eslatib o'tamiz, avvalroq Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan M39 avtomobil yo'lda Matiz haydovchisi uxlab qolib, yuk mashinasi bilan to'qnashishi oqibatida hayotdan ko'z yumganligi ma'lum qilingan edi. O'zingiz va oilangizni asrang.